Ustalar qanday ishlaydi deysizlar, mana bardagi chiqib yotibdi. Usta kim ekan deysizlar? Usta o'zimman. Xullas, qaranglar. Bu yoqdan suv kelyapti. Ko'rsatib beraman. Mana shu issiqda sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay ishlab yotibdi erkaklar. Lekin esa ayollar, lekin yana farzandlari bilmaydi otasini qanday ishlayapti, qanday qilib pul topyapti bilmaydi. Mana sizlarga rahmat deyman. Ana shu yashayotgan davlatingiz bo'lsin, mahallangiz bo'lsin, ana shundan 100% erkakni 80%, 90%, 70% değil, 80 yoki 70% bor. Erkaklar ana shunaqa qilib og'ir mehnatda pul topadi. Qolgani 10%, 15%lari esa, 20%lari esa ular o'tirib pul topadi. Kimdir dehqonchilik qiladi, kimdir esa traktor haydaydi, kimdir esa davlat ishida ishlaydi. Demoqchiman erkaklarni yana bir marta ayollar yerlaringizni hurmat qilinglar. Ana ikkitasi bitta-bittadan seplavatam og'ir narsani ko'tarib ketyapti. 10 soat, 12 soatlar ishlaydi masalan. Qadriga yetmaysizlar-da. Erkaklar keyin ayoli jahlini chiqargandan keyin nima qiladi? Ichadi yoki chekadi, ana shundan alamini oladi. Qadrlamaysiz, qadrlaymanlar erlaringizni. Hurmatini qo'yinglar. Ishdan kelganda choy bilan tutib oling. Ishdan kelgan paytda qo'liga suv soling. Sochig'ini beringlar. Yangi kiyimlarni tozalab, mana sizga deb ko'ngilni olinglar. Ana shunaqa ayollarga ko'ngilni olmaydi, qayg'urganmas qiladi yoki qilmaydi, uyda o'tirib yeb yotadi yoki ular ham ishlab keldim deydi, shunaqa ayollar bor. Hurmat qiling ayollar, yerlarimiz. To'g'risini uylanmasdan oldin bilmasdim, uylangandan keyin ko'ryapmiz, bilyapmiz. Bitta ayol emas, ko'p ayollarni ko'ryapmiz. Shu yerlarni hurmat qilmaymiz. Qadriga yetinglar, sizlar uchun to'g'ri qilyapmiz. Ishlab pulini olayotgan bo'lsadan bor-ku, arzimagan pulni oladi o'shalar. Bilasizmi? Arzimagan pulni oladi. Uloqsiz ishlaydi. Xullas, mana bu remont. Shpagolovka qilingan. Ko'pchilik shpagolovkani tortib tashlaydi. Oldin ugurlar qiyshiqligiga qaramaydi. Mana bu ugurlarni to'g'rilab, atqozlarni chiqarib, keyin shpagolovkani qilish kerak. Agar abo'y qilmoqchi bo'lsangizlar, именно abo'y qilmoqchi bo'lsangizlar, 2 sloy shpagolovka qilasizlar. 2 sloy shpagolovka qilasizlar. 2 sloy shpagolovka qilasizlar. Abo'y qilmoqchi bo'lsangizlar. Ya'ni suvoq qilingan. Suvoqda turgan bo'lsa, yangi uy bo'lsa. Suvoqdan keyin abo'yda qilasizlar. Agar shukurga unchalik bo'limini qilib qo'yaverasizlar. Hamma yerga shukurga qilish shart emas. Agar fon bermoqchi bo'lsangizlar, unday bo'lsa, именно 3 sloy yoki 2 sloyda chiqarib qilsangizlar, chiroyli qilib shukurga qilib keyin fon berish kerak. Mana shunaqa. Keyin cho'lni ish qilib bo'lgandan keyin, ya'ni chang ishi qolmagandan keyin patolog qilasizlar. Natajnoy bo'lsa natajnoy. Yoki natajnoy bo'lmaydigan bo'lsa ana shu polini, ya'ni patologni qilib, keyin devorni qilasizlar. Keyin polni qilasizlar. Ya'ni natajni ko'pchilik gipsokardon qildiradi yoki natajni qildiraman deydi, arzon tushadi deydi. Natajni qildirganingizdan qildirmoqchi bo'lsangizlar, avvalo ana chang ishini to'xtatib, chang ishini bo'lgandan keyin patolog natajni qildiringlar. Bo'lmasa gipsokardon qildiringlar. Chang ishi bo'lmasa natajnoy, bo'lmasa gipsokardonni orasida qila olasizlar. Tak. Tushunmagan bo'lsa kommentar yozinglar. Keyin polga kelamiz. Pol urvenda turgan bo'lsa, santexnik elektrik ishi bo'lgandan keyin polini qilib chiqasizlar. Ya'ni laminat bo'lsa laminat qilib chiqasizlar. Keyin
oxirida mana bu eshiklarni qildirasizlar. Lekin bitta klientimiz bu eshikni qo'ydirib yuboribdi. Chunki usta ko'rmagan, yaxshi ustaga tushmagan, bilmagan. Ustalar maslahat qilmagan yoki maslahat olmagan yoki o'zi shuncha qilgan, ish qilib shunday bo'lgan. Keyin mana bu narsalarni, kulchatirlarni bularni oxirida qilish kerak iloji boricha. Abo'yda bo'lgandan keyin yoki fonni berib bo'lgandan keyin qistirish kerak. Toza turadi olishga, yechishga oson bo'ladi. Almashlashga. Mana shunaqa.